Ijtimoiy tarmoqlarda ayanchli video tarqaldi. Andijon shahridagi Oasis kafesida erkaklarga qizlarni qo'shib o'tiradigan Taxmina Bonu ismli ayol Andijon mikrorayonlarining birida voyaga yetmagan 2009-yilda tug'ilgan videodagi qizni uyiga qamab, turli erkaklarga qo'shib undan fohisha sifatida foydalanib, jismoniy va ruhiy azoblar o'tkazib kelayotgani tarqaldi. Videoda ko'rishingiz mumkinki, qiz bu holatni xohlamasada uni majburlab, turli qiynoqlarga solgani aks etgan. Bu video yuzasidan rasmiy munosabat kutib qolamiz. So'zga meni aytganim qilma. Senga aytdim, qiz, senga aytdim, men o'zimning kichkinalarni urmayman men. Bo'lmasa urib amin chiqarib qo'yaman, mashqizni ham prosta o'zimdan kichkina qiz. Dedim senga, hujjat qildingmi shuni oldida, ha? Hujjat qildingmi? Mendan emas, meni yolg'onchi qilib. Bitim, yolg'onchi qildingmi? Ha? Qo'sharinglarmi? Meni yolg'onchi qildingmi mashina oldida meni? Dedingmi? Iltimosingga ami. Senda islavot to'xtaladi, to'xta maza qilib oling. Qo'lim qichib turibdi dedim. Men shefga islavot tegandan beri ishim yurishgani yo'q. Qo'lim qo'yib ko'taraman bunga. Nima edi? Nima deb keluvding oldimga buni? Ha? Nima deb keluvding? Yo'q, nima deding? Kechiringlar, iltimos. Rasmi bor menda. Deb nima deb laqab bilan gapiruvding? To'g'risini aytib bersang keyin. Ko'tma agar. Basharasini ko'rsatagan opa, kechiringlar, iltimos. Boshqa umuman gapirmayman opa, kechiringlar. Sen am tegaverganlar-da bu. Senga aytdimmi, men uchun bebaho oldinni yolg'on ishlatma sudga dedimi? Dedimi? Qo'taqqa meni yaxshimalik ko'ryapsanmi? Yolvoraman, iltimos. Yorvorma, sizga. Kechiringlar, iltimos. Balin yorvorardim, qo'y deyapman. Iltimos, kechiringlar. Kechirim so'rama. To'ta, mendan kechirim so'rama, men xudo emasman senga. Islavot. Bilmayman, nechi bo'ldiki? Mana shu to'ta amdi deb kecha men asabim buzilganmadi. Men sizga seni deb urishyapman tinmas topam bilan, bilyapsanmi? Iltimos opa. O'zalik kun buyinam yetib qo'rardim. Qo'y, taxmin qo'y deb turdi-da. Iltimos. Enenami? Sen deb necha xullas sudga tushib ketdimmi? Qo'tag'im deb pul top dedimmi, naxo'y? Yo'q.